Молодец. Uyda Yo'da. 2 marta 3 qadamgina yurardim. Yurasizmi buni? Yengilmi? Shu oyog'im ishlamay qoldi, oyoq qo'lim ishlamay qoldi. O'zi insultdan keyin bemor insult bo'lsa, reabilitatsiyani hola reanimatsion palatadayoq boshlash kerak. Siz 1 yildan keyin kelyapsiz. Insult bo'ldingiz, 2-kun yoki 3-kun bo'lganda sizda mana bu harakatlanish bor, 100% tiklanib ketgan bo'ladi. Sizga spesialniy reabilitatsion programma kerak. Ya'ni mushaklaringizni aktivligini oshiradigan, mushaklarni baquvvat qiladigan, qo'lingiz uchun, oyog'ingiz uchun, tana uchun maksimal aktivlashtirish kerak bemor. Hurmatli obunachilar, xolam Oqqo'rg'on tumanidan kelganlar, insult 1 yil avval bo'lganlar. Chap taraflama gemopariz bilan kelib, menga hozir kelganda arava bilan, hassa bilan keldilar, yura olmasdan. Mana o'zlari guvoh, hech qanaqa aldov yo'q. Xatti-harakatlarni ko'rdingizlar. Kimda mana shunaqa insult bo'ladigan bo'lsa, insultdan keyingi asta-sekin qoladigan bo'lsa, spesial reabilitatsion programma orqali bartaraf qilsa bo'ladi. Faqat buni etap-etap bajarish kerak. Etap-etap agar xolam mashqlarni bajaradigan bo'lsa, 70-80% xatti-harakatlari tiklanadi inshaalloh. Agar insultdan keyin boshqa bo'g'im og'riqlaridagi muammo bo'ladigan bo'lsa, reabilitatorga murojaat qilsa bo'ladi.